Hudud gaz ta'minoti aksionerlik jamiyati Farg'ona viloyati boshqarmasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov boshqarmasi mas'ul xodimlari ishtirokida muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Mazkur yig'ilishda O'zenergiya inspeksiya Farg'ona hududiy boshqarmasi xodimlari, Farg'ona shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi Farg'ona hududiy bo'limi xodimlari hamda viloyatimizdagi avtomobillarga suyultirilgan gaz to'ldirish shoxobchalari rahbarlari ishtirok etishdi. Yig'ilishda gaz chaqnashi bilan sodir bo'lgan holatlarning sabablari chuqur tahlil qilindi. Tegishli tashkilotlarga belgilangan tartibda kiritilgan taqdimnomada ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish choralari haqida so'z yuritildi. Kelgusida bu kabi salbiy holatlarni oldini olish maqsadida avtomobillarga suyultirilgan uglevodorod gazi to'ldirish, shuningdek boshqa yoqilg'i energiya resurslarini sotish, taqsimlash faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan tadbirkorlik subyektlari o'rtasida profilaktik tadbirlarni muntazam ravishda o'tkazish kerakligi ta'kidlandi. Soha xodimlari ogohlikka va hushyorlikka chorlandi. Bu kabi tadbirlar gaz to'ldirish shoxobchalarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan salbiy holatlarni oldini olishga va mutasaddi rahbarlarning mas'uliyatini yanada oshirishga xizmat qiladi.